Assalomu alaykum Husanboy Uz kanali a'zolari hamda qadri baland qadrdon podpischilar, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Bugun hafta kuniga payshanba 2025-yil 1-may. Qadrli obunachilar, mana manzilimiz Andijon tumani Ayrilish mahallasida. Yangi partiyalarimiz kelgan, mana Qirg'izistondan yo'llarimiz beki, lekin bitta uydan olganmiz bularni, qadrli obunachilar. Mana Qirg'izistonni buqalari, o'zimizning mesniy buqalar bor akalar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa sizlar qo'llab-quvvatlab, bir donadan laykni bosib, obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar obuna bo'lib, video oxiriga ko'rib, hamma ma'lumotlarni beramiz. Ham video oxiriga ko'rib, shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa birinchilardan bo'lib, arzon joydan, ishonarli joydan olinglar. Keyin bir narsani aytib o'tib ketamiz. Bittasiz ham, nechtasiz ham vodiy bo'ylab dastlabkasi mutlaqo bepul. Dastlabkadan muammo yo'q. Qolgan joylarga O'zbekiston bo'ylab kelishamiz hali, Voha tomonlarga, Tog'di buyog'iga, Samarqand, Toshkent, Jizzax, Buxorolarga. Xo'p, xudo xolasa mana boshladik videoni, qadrli obunachilar. Mana eng kattasidan boshlaymiz. Qirg'izistondan oldin kelgan Bishkekda buqalari 6 donasi. Qolgan hammasini mana ko'rib turganinglar, mesniy bo'zaylar. O'zimizning mana shu yerda bo'zaylar. Akalar mana qulog'ida eni bilan stakan tuyoq, toy tuyoq. Toza shved bo'zay. 1 yashardan o'tgan. Mollarni bir qator ko'rsataylik, narxini aytamiz keyin sizlarga. Mana tuyoqlarini ko'ringlar. Bo'yi 1.30 ni atrofida. Adamandab yoniga borchi. Mana. Menga qarab tur. Menga qara mana. Adamandab. Mana akalar. Ashi bolaning bo'yi 1.10 ni tepasida, to'g'rimi bo'ying? Akalar mana 1.25, 20 da plus deylar, mana 1.30 demasdan. Bularni 1.20 ni atrofida olinglar. O bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6 tavun. Oq quloq, oq tumshuq, yeb itishlari zo'r, sog'lom bo'zaylar akalar. Behijolat kelaverasizlar. Xo'p, bularni puliga keladigan bo'lsak, optimiga ham aytamiz, donaga ham aytamiz. Donaga mana eng kattasidan boshlaymiz akalar. 25 million so'm toza pul so'ralyapti. Mayak ko'ziga, mana katta shved ko'ziga. Kelib ustida ko'rsanglar, xayrisi bor, kelishamiz, behayda ish bo'lmaydi. Keyin bu yog'iga mana tanlab olishga targ'ildan boshlanadi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, ona qora bilan, qizil bilan 6 ta. Akalar, bularni 20 million so'mdan tanlaysizlar. Kelishamiz. Keyin oxirida bitta chiroyli bonus qilib beraman. Mana shu bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6 tavuni bir joyga olaman deydigan odam bo'lsa, 7 ta deganim. 20 million so'mdan kam ko'si yo'q, ketdi mana akalar. 140 million so'mga. Vodiyni aytgan joyga yetkazib beraman akalar. Bir joyga mana pul solayman deydigan odamlar bo'lsa, bu katta bonus bo'lib kirib ketyapti mana. 20 million so'mdan 6 oviga 140 million bo'ladi, 7 oviga 140 million. Toza pul so'ralyapti akalar. Xayri dastlabkasi ichida. Endi bu yerda mana yosh ko'chat bo'zaylar, mesniy bo'zaylar. Bularni bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 1 metr plusdan boshlanadi. Mana 1 metr plusdan boshlanib 1.15, 1.10 ga davr. Monitor turgizib qo'yapman. Mana eng kattasi mana shu akalar. Xo'p, bu yerda tanlab olishga 12 million 500 ming so'mdan boshlab 16 million so'mga molimiz bor. Mana 16 million bir dona, naridagi chekadagi 12 million akalar. Bularni bir joyga savdo qiladigan bo'lsangiz, mana uchalasini 15 million so'mdan xayrisi dastlabkasi bor. Bu uchalasi 14 million 500 ming so'mdan mana. Qora, qizil, yana bitta ola. Endi mana 4 ta bittaligi bor akalar mana. Bitta, ikkita, uchta, 4 taligi. Bularda 14 million so'mdan xayrisini qilib beramiz akalar.
Mo'lar ikkovini ola bilan qorani 13 million so'mdan xayrisini qilib beramiz. Buni mana 12 million so'mga yakko'zini olsangiz ham beramiz. Qo'shib olsangiz kelishamiz akalar. Ular yedim ichadimi deganlarga mana yeb ichishlarini sinab, mana shu yerda yedirib, ichirib, ko'rib, pulini sanab olib ketaverasizlar. Yemoq ichmoq salomatchiligini bir hafta sinab, xotirjam ko'rib qo'yaverasizlar akalar. Mana. Yeb ichishi sog'lom, sifati zo'r. Issiq o'tmagan, kasal-kusali yo'q bolalar akalar. Kesanglar ustida kelishamiz. Xayrisini qilib beramiz. Behijolat, behayr ish bo'lmaydi. Kelaverasizlar akalar. Bizni qo'llab-quvvatlab turishda davom etamiz. Hammanglarga omad tilaymiz, ishlaringizga rivoj tilaymiz. Xudo xolasa mollarni go'zallaridan olinglar mana. Ancha tanaffusdan keyin yana ishni boshladik mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani qilayotgan ishlariga fayz baraka bersin, fermerlarga ham Allohim baraka bersin. Ko'rishguncha qadrdonlar.